Mana 2 million 100 mingdan baraka bo'ldi mana. Bo'g'oz echkilar. Echki so'raganlarga. Mana bu 1 million 700 ming so'm savdosi bo'lyapti. Tuvchi echki. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 2026-yil 11-yanvar. Hafta kuniga yakshanba. Mana bugun biz xudo xolasa Surxondaryo viloyati Boysun tumani markazida joylashgan Boysun chorva mol bozoridamiz. Mana xudo xolasa bugun bozorda sotiladigan qo'zili qo'y, bo'g'iz sovliq, semiz qo'zi, echki, uloqlar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Sizlardan kanalimizni qo'llab-quvvatlab obuna bo'lganlar obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishni so'raymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, Surxon Boysun chorva Telegram gruppamiz bor. Bemalol gruppamizga qo'shilib olib, uylaringizda o'tirib chorva mollaringizni oldi sotisini amalga oshirishlaringiz mumkin. Telegram gruppamiz silkasini kommentariya bo'limida qoldiramiz. Bu 3 million 200 bo'ldimi aka? 3 million 200 bo'lyapti. 3 million 200 ming so'm bo'pti. Bunisi-chi? Bunisi 34 bo'ldi. 3 million 400 ming o'tdi mana akamiz. Mana aka reklama qilib mana reklama qilamiz mana aka. Keyingi partik. Bu Qo'shqor qo'zimi? Qo'shqor qo'zi. Ikkalasi ham? Ikkalasi ham. Ha, ikkalasi ham Qo'shqor qo'zi ekan. Bu olindimi aka bu? Necha pulga? 3 million 100 ga. Mana 3 million 100 ming so'mga Qo'shqor qo'zicha olindi mana. Aka, bu semiz qo'shqorlar necha pul qoldi? Aka bular 4 million 850 dan. 4 million 850 dan. Mana qo'shqor qo'zilar 4 million 850 ming so'mdan savdosi bo'libdi. Siz necha pul deyapsiz aka? Aka 5 yarım. Ha, 5 million 500 ming so'm narx aytilgan ekan. Ular necha pul qoldi aka? Hammasi bu yerga 4 million 400 dan bo'ladi. Ha. 5 ta bir joyda 4 million 400 ming so'mdan mana 5 alasi savdosi bo'libdi. Siz necha pul deyapsiz aka? Biz 4,5 dan bo'lsa beramiz. Ha, 4 million 500 mingdan bo'lsa mana baraka deyilgan ekan. Bu katta qo'shqorchi bu. 7,5 bo'ladi. 7 million 500 ming ha? 7 million 500 ming ekan. Aka olindimi bu? Necha pulga? 2 million 500 ming so'mga olindi mana. 2,5 million. Qo'shqor qo'zichi ekan mana. 2 million 500 ming so'mga olindi. Ha aka. YouTube'gami? YouTube'ga. Mana 7 million so'm narx aytilgan ekan. 6 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi. Qo'shqor. To'qillar necha bo'lib qoldi? 3,5 dan deyapsiz? Savdosi-chi? Ha, 3 million 500 mingdan aytilayotgan ekan, 3 million 200 ming so'mdan savdosi bo'libdi. Aka olindimi bu? Necha pulga? 3 million? Ha. 3 million 300 ming so'mga olindi mana. Bak ko'rinmay tanish. Aka uloqli echki necha bo'ldi? Uloqli echki 2,5. Savdochi? Savdo 1,5 bo'pti mana ulog'ini qarang. Ha, savdosi 1,5 million so'm bo'libdi. 2,5 million narx aytilayotgan ekan. Savdosi 1,5. Savdosi 1 million 500 ming. Yapil. Ana? Tishi bor ekan o'zi aka? Tishi zo'r, tishi zo'r. Tishi oldin bo'lgan demasangiz edi hali. Endi tish chalayapti. Bular to'g'rimi? Tishi bilan. Boysun bor aka. Boysun bor aka. Obuna bo'lib qo'yamiz. Aka bu qo'shqor qo'zilar necha bo'lib qoldi? 4 million 800 dan savdosi. Bermadingiz. Necha pul deyapsiz? 5 million 500 ming aytilayotgan ekan, 4 million 800 ming so'mdan savdosi bo'libdi mana. Semiz qo'shqor qo'zilar. Aka uloq necha bo'lib qoldi aka? 1 million 300 ming so'm savdosi bo'libdi. Siz necha pul deyapsiz? Savdodan chiqsa beriladi dedi.
Qanday sotib qilyapsan? Shuni so'yib berasanmi? Aka nechta bo'lyapti? 5 million bo'lyapti. Shuni betini o'nglar axlat. 5 million so'm savdosi bo'layotgan ekan mana aka. Faqat shuni o'zini so'rayapsizmi aka? Xalq ko'rsin qanday. Zo'r boq. Birinchi bozor olib chiqqan paytim o'tayapti ko'rmaydilar. Zo'r boqqanni ko'rsin xalq. Aka nech pul deyapsiz o'zingiz? 7 million so'm. Aka nech pul so'radi? 7 million so'm narx aytilayotgan ekan, 5 million so'm savdosi bo'ldi mana. Aka bu qo'zilar nechi bo'ldi aka? 7 million so'm aytilayotgan ekan bu qo'zilar. 5 million 7 million so'm aytilayotgan ekan. Qo'zilar qo'y nechi bo'ldi? 56 bo'ldimi? Berilmadimi? Gap yo'q mana. Boysini bozorga yosh savdogarlar ko'payib qoldi. Nech pul bo'lsa beramiz? 56 ga beriladi. Yana 56 bo'lsa berilar ekan. Gap yo'q. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi ekan mana. Sog'liq. Gap yo'q. Qaysini nimadan ko'ra oldim? YouTube'da Boysun Baraka YouTube kanalimizda aka. Boysun Baraka desa chiqib keladi. Chiqib keladi. Obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa tomosha qilaverasiz. Kameraga tushmaydi. Aka nech pul bo'ldi bu qo'zili qo'y? Gapir. Nech pul qoldi ekan? Savdosi 5 million. YouTube'ga chiqaryapsiz. Siz nech pul deyapsiz? 6 million so'm aytilayotgan ekan, mana 5 million so'm savdosi bo'ldi. YouTube'ga chiqib ketadi. Ketdi ana, Bu takovloq nech pul bo'ldi aka? 1 million 600 ming so'mga mana takovloq berilmoqda mana. Aka bu qo'chqor qo'zi nech pul ekan? 6 deyapti. 6 million deyapsiz, savdosichi? 5 bo'lib qoldi. 5 million so'm bo'pti, berilmoqda. Nech puldan bo'lyapti aka qo'zilar? 2 million 900 bo'lyapti mana urg'och qo'zi molniki. Urg'och to'qli mana mol qilish uchun 2 million 900. Siz nech pul deyapsiz? 3 ta olsang yega aytamiz, 3 ta olsang beraman. Egasi 3 milliondan olsang beraman degan ekan, 2 million 900 ming so'm savdosi. Bularchi? Ikkita qo'chqor nech pul bo'lyapti? 5 dan deyapti. 2 ta chiqardi, 5 dan deyapti. Savdosichi? 3,5 dan bermayapti. Ikkita qo'chqor bo'lsam nech beradi? 5 million so'mdan aytilayotgan ekan, 3,5 million savdosi bo'libdi. Like bosish bepul aka, like bosish bepul. Qaysi kanal bo'ladi? Nomerni qo'yib olmasam? Yo'q. Bozorga sotib ketaman deyapti aka. Uyda ham bor, uyda ham 20 metr. Aka Boysun Baraka YouTube kanalimizda ko'rasiz. Aka obuna bo'lib qo'ying. Kanalga. Aka bu uloq nech pul qoldi? 500 ming so'm. Bir ikkita sigir bor, YouTube qo'yish kerak. Qo'yamiz aka. Nech pul so'rayapsiz eshiklarda aka? 1,5. 1 million 800, 600 bo'lgan. 1 million 800 ming, 1 million 600 ming so'm bo'lgan ekan. Mana hammasini bir joyda 1 million 500 mingdan bir joyda so'ralyapti. Aka bo'g'ozmi aka? Bo'g'iz. Qaroni ichiga 2 uloq bor, bularga bitta. Gap. Barakasi bersin. Machay akalarimiz bitirlik. Sizga ham umringiz uzoq bo'lsin. Mana bu ishlaringizga rivoj bersin Alloh. Shunday bo'lsin. Nima deb yozsak chiqadi? Boysun Baraka deb yozasiz chiqadi aka. Boysun Baraka bor. Shu. Like bosavering aka. Bosamiz. Bu qo'shqor qo'zilar nech bo'ldi aka? 1,5 savdo bor. 1 million 5 nech pul? 6 million deyapmiz. 6 million deyapsiz. Savdosichi? 4 million 500 ming savdosi. Yedir mana 7 million 400 ketdi. Hozir aka. Qani 7 million 400 ketgan joyi aka? Yo'q. Mana egiz qo'zini qo'y. Qanchaga baraka bo'ldi? 7 million 400 ming so'mga mana egiz qo'zisi bilan baraka bo'libdi sog'liq. 7 million. Baraka bo'lgan joyidan. Barakasini bersin. Bu nechta bo'lib qoldi aka bu? 2 million 900 ming so'm qoldi. Ha? 2 million 900 ming so'm. 2 million 900 ming so'm. Qo'shqor qo'zi ha? Yo'q, urg'ochi. Urg'ochi to'qli ekan. Urg'ochi to'qli. 3 milliondan bo'lsa ketdi, oshsa. Mol qilishga urg'ochi to'qli 2 million 900 ming savdosi bo'libdi. 3 milliondan oshsa baraka deyilyapti.
Aka nechi puldan bo'lyapti sovliqlar? Mana bu 5 milyon 300 ming. Ha, bu bog'langan 5 million 300 ming bo'ldi. Mana bu qarroq ketdi 3,5 million. Ha, 3,5 millionga Ketdi. Kelan o ketadi. ha, tishlari ham kamayib qolgan menimcha. Qamayib qolgan. Ha, bo'g'ozmi bular? Bo'g'oz. Ha, bo'g'oz qo'ylar mana. Mana sayrobni qo'ylari, mana akamizning qo'ylari. Toshga tishlari katilib qolganda buni. Yo'q, qari uchtasi qari qolgani yo'q. Ha, 3 tasi qari qo'y, qolgani yosh qo'y ekan. Nima bo'lyapti soliqlar? 5,5 bir joydan deyapsiz aka. 5 million 500 dan aytilyapti, ha? Savdosi-chi? Savdoli bo'lgan yo'q aka. Ha, 5 million 500 mingdan aytilayotgan ekan. Hammasi bo'g'oz sog'liqlar. Tusoq chora qo'ylar. Birinchi tug'ish, ikkinchi tug'ish qo'ylar ekan. Qayerda moli bu? Tangi mushti moli ekan. Telefon nomer qo'yamizmi? Yozing. 77lik. Ha, 99lik ekan. 99lik 266 0508 telefon raqamiga aloqaga chiqaverasiz, xudo xolasa. Tusoq chora qo'ylar. Hammasi bo'g'oz ekan mana. Aka bu qo'zili qo'y nechi bo'lib qoldi? Qo'ziq 8 baho qo'yapsiz. 8 million baho qo'yapsiz. Savdosi-chi? Savdo yo'q, hozirgi. Ikkinchi Tishi-chi? Ikkinchi tuvishi? Ha, ikkinchi tuvish ekan. Holi savdosi yo'q ekan. Qo'zisi urg'och. Bu to'qlilar nechi pul ekan, aka? To'qlilar hozir 31 dan so'rayapti. 3 million 100 dan savdosi bo'lyapti, ha? Siz nechi pul deyapsiz, aka? 32 bo'lsa oldi ya. Qimmat aytmayapti. Ha, 32 bo'lsa Insof bor, barakasi bor. baraka degan ekan. 3 million 100 dan savdosi bo'lyapti. Faqat bittani so'rayapsizmi, aka? Ha, bittasi 3 million 100 ming savdosi bo'layotgan ekan. Har YouTube'ga bordan. Har doim men olaman. Aka bu qo'zili qo'y nechi pul bo'lib qoldi? Qo'zili qo'y 5 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi. Nechinchi tug'ish aka? Ikkinchi bolasi ekan. Siz nechi pul deyapsiz? 6 million 500 ming so'm narx aytilayotgan ekan. 5 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi. Bu to'qlilar nechi pul bo'lib qoldi aka? 4 milliondan aytyapsiz. Savdochi? Uch million 100 mingdan savdosi bo'libdi. Aka hammasi erkakmi buni? Ya buni bolar savdosini Ha, ayting. urg'ochi to'qlagan. Hammasi urg'ochi to'qli. 7 million 700 dan beraman. 3 taga. 3 million 100 dan savdosi bo'libdi. Mana bu 2 million 700 dan so'ralyapti mana. Bermasang bermay turaverasiz aka. Ber deding? Berdi. Men mana 5 million 700 ga qo'zilib qo'ydim berga. Gap yo'q, barakasini bersin. Kimniki bu? Kabrinda kimniki? Buni bir savdo qilib to'g'ri kelsa bir uchovini bo'lay. Mana urg'ochi to'qlilar so'raganlarga. Bundan pastga yo'q. Aka qaysi savdo bo'lyapti aka? Mana bumi? Nechi pulga? 5 million 100 ming. Mana shu qo'zili qo'y 5 million 100 mingga savdosi bo'layotgan ekan. Nechinchi bolasi aka? 4-chi bolasi. Siz nechi pul deyapsiz? Barakat 6 million so'm aytilayotgan ekan. 5 million 100 ming so'm savdosi bo'ldi. xizmat qilasiz, o'zingizdan barakat topasiz. O'zi qo'yini Qaysi savdo bo'lyapti ekan aka? egiz qo'zini qo'y. Ha, bu egiz qo'zili qo'y nechi pul bo'lyapti? 7 million 500 ming bo'lyapti, ha? Ega nechi pul deyapti? 5 ta 9 million deyapmiz. Ha, 9 million so'm aytilayotgan ekan, 7 million 500 ming so'm mana egiz qo'zisi bilan savdo bo'lyapti. Nechinchi bolasi aka? 3-chi bolasi erkak qo'zi. Ha, 3-chi bolasi qo'zisini ikkalasi ham erkak qo'zi ekan. Ay shunday. Nechi pul bo'lyapti ekan aka qo'zili qo'ylar? 55 dan bo'lyapti. 5 million 500 ming so'mdan bo'lyapti, ha?
5 milyon 500 milyon Bermayaptilar. berilmayapti ha. Nech pul deyaptilar? 6 million so'm aytilayotgan ekan, 5 million 500 mingdan savdosi bo'pti mana qo'ylar. Hayda. Nechinchi bolasi ekan aka? Ikkinchi bolasi ekan. Bu olindimi? Olindimi? Nech puldan? Bilmayman. Bilmas ekanlar. Mana qushqor qo'zilar olinibdi. 1-2 yil keldim mol olaman. Aka olindimi bu? Oldim. Nech pulga? 2 million 300 ming so'mga olinibdi mana. To'g'ri. Nech puldan bo'layotgan semiz qo'zilar aka? 3 milliondan bo'lyapti. 3 milliondan bo'layapti. Berilmayapti mana. Nech pul deyapti egasi? 3 million 500 mingdan narx aytilayotgan ekan, 3 milliondan savdosi o'tdi. Yangi yilda hammani ko'zi Ol. Nech pul savdo bo'lyapti aka? Yangi yil bozor hamma go'sht yegan. Qancha bo'lyapti? 7 million 100 ming ekan. Ikkalasi bir joyda 7 million 100 ming so'rayapsizmi? O boboy, mana muyloningiz bor ekan, hurmatiga bo'layapti lekin. Soqol bo'lganda boshqa bo'lyapti. Soqol bo'lganda arzonroq so'radim, muyloning hurmatiga bo'layapti. Bo'yla og'ir Yo, mana. Ishonmasan, mana kameraga turib, muyloning hurmatiga bo'layapti. 7 million 100 ming so'm savdosi, ha? Bering do'st. Noinsa bo'lmayapti. Nech pul deyapsiz aka siz? Biz 4 deyapmiz. 4 million so'mdan narx aytilayotgan ekan. Ikkalasi bir joyda 7 million 100 ming so'm savdosi bo'layotgan ekan. Lekin soqolingiz o'zini arzonroq so'rardim, shu muyloning hurmatiga. Mana aka, mana. Mana sog'liq qo'ylar. Olamiz hozir hammasini aka. Xudo xolasa. Ey! Aka sog'liq qo'ylar ayting aka. Aka qo'ylar nech pul bo'lyapti? 6 milliondan aytyapsiz. Savdosi-chi? 5 million 100 mingdan savdosi bo'layotgan ekan, 6 milliondan narx aytilyapti. Hammasi bo'g'ozmi aka? Bitta qo'zini so'qolani bo'g'oz. Bitta mana qo'zili qo'y bor ekan. Qolgan hammasi bo'g'oz ekan. Nechta tuqqan qo'ylar aka bular? 5 ta tusoq qilgan choriq. 5 ta tusoq qo'y. Qolganlari chori qo'y. 1 tuqqan, 2 tuqqan qo'ylar ekan. Aka telefon nomeringizni qo'yaverak. 97lik 842 25 52 telefon raqamiga aloqaga chiqaverasiz. Qo'y ko'p. Ismingiz Arturmi? Mama Yusuf akan nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Artur desangiz ham bo'laverar ekan mana. Chiqib bemalol bog'lanib, qo'y haqida ma'lumot olaverasiz. Aka qo'zili qo'ylar nechta bo'lyapti ekan? Qo'zili qo'ylar 7 dan bo'lyapti. Savdosimi? 7 million so'mdan mana qo'zili qo'ylar savdosi bo'pti. Siz nech pul deyapsiz aka? 8 million 500 mingdan narx aytilayotgan ekan. Nechinchi bola aka bular? Ikkinchi, uchinchi qo'zisi ekan mana. Qo'zili qo'ylar ko'payib qoldi ancha bozorda. Aka bu qushqor qo'zilar nechta bo'lyapti? Semiz qushqor qo'zilar. Aka nechta bo'lyapti? Ey bu yoqqa, ey. 5 milliondan narx aytyapsiz, ha? Savdosi-chi? Savdosi 5 milliondan bo'pti mana qushqor qo'zilar. Yana 250. Qaysi baraka bo'ldi ekan? O'vo. Mana baraka bo'lgan joydan. Qaysi baraka bo'ldi aka? Mana bunisi. Nech pulga? 4 million 650 ming so'm. 4 million 650 ming so'mga. Mana shunisi baraka bo'pti. Semiz qushqor qo'zi mana. Boysun terma qo'ylardi. Boysunning hisori qo'chqor qo'zlarning bolasi mana.
Aka bu qushqor necha bo'lib qoldi? Qushqor necha bo'lib qoldi ekan? 4 million 450 ming so'm bo'ldi. 4 million 450 ming savdosi bo'ldi, ha? Siz nech pul deyapsiz? 5 million so'm narx aytilibdi. 4 million 450 ming so'm savdosi bo'libdi. Bu qo'zil qo'y nech pul bo'ldi? O'zlari mollarni bilmas ekanlar aka. Ket, voy. YouTube. YouTube'da aka. Aka bu sarka nech pul bo'ldi? Sarka 5 deyapmiz. 5 million so'm narx aytilyapti. Savdosi-chi? 3 milliondan oshyapti. 3 milliondan sal oshib qoldi. Semiz sarka. Semiz sarka ekan mana. Bu to'qlichi? 3,5 so'rayapti. Bermayapsiz. Kami bor. Sal kami bor ekan. Qo'zilar nech bo'lib qoldi bu? Qo'zi nech bo'ldi ekan aka savdosi? 7 million bo'ldi, bermadi. Ikkalasi bir joyda 7 million so'm savdosi, ha? Siz nech pul deyapsiz? 5 deyapmiz. 5 milliondan aytilayotgan ekan, ikkalasi bir joyda 7 million so'm savdosi bo'libdi. Aka olimnimi bu? Bu qo'zil qo'y nech bo'ldi aka? 6 million. 6 million bo'ldi. Siz nech pul deyapsiz? 6 million so'm savdosi bo'ldi. 7 million 500 ming narx aytilayotgan ekan. Aka bu uloq olindimi? Nech pulga? 900 ming so'mga olib qo'ydi. Pullar nech pul bo'ldi? Pullar 34 dan so'ralayapti bu joyga. 3 million 400 dan savdosi bo'lyapti. Nech pul deyapsan sen? 3 million 400 mingdan mana urg'och to'qlar savdosi bo'libdi. 4 million so'm narxi aytilayotgan ekan. 2 million savdosi. 2 million 100 dan savdosi bo'lyapti. 2 million 100 mingdan mana echki so'raganlarga savdosi bo'layotgan ekan. Sizlar nech pul deyapsizlar ekan? 2 million 500 ming so'm narx aytilayotgan ekan. 2 million 100 mingdan savdosi bo'libdi. Bo'g'oz echkilar mana. Tug'adi deyapmiz. 3 kun 4 kun. 3 kun 4 kun bir hafta ichida tug'ar ekan. Og'irlashib qolgan echkilar. Echkidan ko'rsating aka deganlarga mana. Bu bozma eskimi? Bu eskiler. Kısırma ya. Nech puldan bo'lyapti bu echkilar? 1,5 dan bo'lyapti. Savdosimi? 1 million 500 mingdan savdosi bo'lyapti. Siz nech pul deyapsiz? 2 deyapmiz. 2 beraman da. 2 million so'm aytilayotgan ekan, 1,5 dan savdosi bo'layotgan ekan, kelishtirib beriladi mana. Avaylab ko'rayotgan. Aka uloqlar nech pul bo'lyapti ekan? Sark gel aka 1 milyon 200, 1,5. Hammasi taka uloqmi? Sarka ulan, sarka. Taka sarka uloqlar 1 million 200 mingdan 1 million 500 minggacha savdosi bo'layotgan ekan mana. Ko'tarib 1 milliondan qilyapti. Cho'qqa reklama qildi. Ko'tarib bir joyda 1 milliondan bo'lyapti, ha? Berilmayapti. Yo'q. Nech pul bo'lsa olyapsiz? 1 milyon 100 dan bo'lsa olyapti, olmayapti. 1 million 100 dan bo'lsa o deyilgan ekan mana. Boysun Darvandda uloqlar.